Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'raydi, alyumin motor bilan misli motorning farqi nimada deganlar uchun hozir shuni gap isbot bilan ko'rsatib beramiz. Hozir biz O'sh 10damiz. Abdurahmon akam xonadonlar kelganmiz. Bunisi alyumin motor, bunisi misli motor. Ikkalasi ham kilovatt motor. Hozir mana misli motorimizga ulaganmiz. Tokini ko'rsatib qo'ying. Tokimiz 214, 216 atrofida ko'rsatyapti. O'lchatib ko'taramiz mana. Tokimiz 61 ga chiqib qoldi. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana. Tok 214 bo'lganidan quvvati past va amperi past. Shu sababli misli motorimiz dasturga ishlamaydi. Endi hozir mana alyumin motorimizda ishlatib ko'rsatib beramiz. Tokimiz ularga 213 chiqyapti. Qo'shamiz buni. Tokimiz 67 ga chiqib qoldi. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana. Alyumin motor pastlikka ishladi. Misli motorimiz pastlikka ishlamaydi. Gap isboti bilan drayvika olishda adashmang. Kimga shunaqa drayvika kerak bo'lsa, bemalol Nolonga murojaat qilasiz. Xudo xolasa, xalq uchun drayvikalar, aravalar, mexanikalar har xil turdagi mahsulotlar bor. Bemalol qilib zakaz beraverasizlar.